Sanga. Voy, ko'ting kuyapti. Baydod. Xudo ziyoda qilgan bizga ham shunaqangi Isuzu'da pikap salonlarni ochaylik. Zo'r mashinada bu pikaplar ham. Iqbol. Mana otaxon. Ota, sanmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Do'stim, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayman. Nima qilib o'tiribsiz jaziramada? Qip-qizil kresloni ustida. Avtosalon ochdim Isuzu. Mana shu salonni ochdingmi? Ha? Ota, uni qattiq hazil qilma. Men o'tib qolaman, o'ta. Bilasan, men ko'tarolmayman bu narsalarni. Yer ko'rsatay senga. Shu mashinalar sanikimi? Ha. Ko'rganmisan o'zi bunday mashina? Astag'firullah. Mana shu mashinalar, a? Ha? Voy, mashinani qara. Qirib qo'yasan. Voy, tavba qildim. Bir xonali kvartirayi balonlarini qara, samolyotki bilan bir pul ota. Ichlarni ko'raychi. Voy, konditsioner orqalaridan kojinli salonlar. Voy, mashinani qara. Avtomat korobka. Monitorlari ham bor ekan, konditsioner, xullas full ekanda, o'rtaga mashina, knopkalarni qara ko'pligini. Knopkalar qaysi birini bossa nima bo'ladi? Voy, dahshat-u mashina. Mana qarang, ota, menga ham taqib bering, jon o'rta, piyalarda yuribman, sarson sargardon bo'lib, jon o'rta. Pul topdingmi? Pul topolmayapman, o'rtajon. 30% ga puling bormi? 30% ga playman, o'rta. O'zini pulini 1 yilga bo'lib berishga qilib beraman. 30% ga menga qilib berasan. Farqi yo'q, avtomat mexanikasi. 40% puling bo'lsa, aha, 1,5 yil. Ha. Hop, 50% qilgan mayli senga 2 yilga qilib beraman. 2 yilga 50%. Ha, 2 yilga. Obshi so'masi ish puli o'zi naqdga. 650 million. 650 million qancha u? Nechta qopda bo'ladi u pul? 3 ta qopda bo'ladi. Mana pul ko'rmaganman, ota. Meni xona vayron qilding, sen bilan bellashib bo'lmayapti. Sen bilan bellashaman deb ko'chalarda qolib ketdim, ota. Men chidalmayapman senga. Voy, ko'ting kuyapti. Baydod.